Hurmatli kuzatuvchilar, iltimos shu videoni oxirigacha ko'rsalaring juda bir yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Sizlarning bir fikrlaring, maslahatlaring kerak bo'lib sizlarga murojaat qilgan joyim. Bir biznes haqida bir tushuncha berib o'taman. Kimgadir qiziq bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu yerda oddiy achchiq gilos. Achchiq gilosni mana bu yil ekdim. Bu joyimizga keladigan bo'lsak, Otchopar mahallasi, nima deydi? Tog'da ustida Otchopar mahallasi. Xullas, To'rsotikdan yer berilgan. To'rsotik bizga ham berganda endi. Mana bu tepada musor to'kadigan joy bor. Hozir 50 bitta ko'chat olib kelib ekkanman. Xullas, mana shu To'rsotikka adashmasam 107 tami shunaqa ketadi. Endi 100 ta ham hisoblaylik, 100 ta. Misol uchun bu yil ekkandim, xullas mana hosili bor. Tutib qo'ygan. Endi bunga suv quyib tursa tutib ketadi, harakat qilsa bo'ladi. Eng qizig'i, mana shu yerga 100 ta ekilsa, misol uchun 10 kilodan berganda ham 1 kilosini 10 ming so'mdan ham hisoblaylik. 100 tasi bo'ladi, misol uchun 10 kilodan bo'lsa ham 1 tonna deylik. 1 tonnani 10 ming so'mdan sotsangiz ham 10 million bo'lsa, shunaqa gilosdan mana bu yerda tepalikdan bekardan yotibdi musor bosib. Mana bu musorxonani musorlari keladi. Endi to'g'ri shamol uchirib keladi. Xullas, mana shu musor mashin bemalol chiqadi. Agar shuni hokim bova ko'rib turgan bo'lsa, olalish, senga shu yer, mana shu obod qil deydigan bo'lsa, agar misol uchun mana shu tepaga mashin bemalol chiqadi, naryoqdan aylanib. Xullas, o'sha tepadan, eng tepasidan 4 tonnalik chuqur kavlab, yama kavlab, kilanka solib, ustini yopiladigan qilib, hali yog'och bilan yopib, xullas 4 tonna suv to'kilsa, buni jazosi 10 metr shlanka, mayda ingichka shlanka bor, shunaqadan shunday ichiga tiqib, bakdan benzin tortgandek qilib bir tortiladi. Shundaysiga 500 ta ko'chat ekilsa, achchiq gilos kelsa, o'shandan chuldirab to'xtamay tursa, misol uchun ertalabdan kechgacha olsa ham, misol uchun chuldirab, ana shu menimcha shu 2-3 kunda yetsa kerak anchagacha. Xullas, dehqonchilik qilsa ham bo'ladi, boshqa qilsa ham bo'ladi. Shu suv bor joy obod bo'laveradi. Misol keltiradigan bo'lsak, endi 500 gilosimiz 10 kilodan bo'lsa ham 5 tonna. 5 tonnani 10 ming so'mdan sotadigan bo'lsak ham, endi o'rtacha 50 million degani. 50 million mana shu yerdan olsa bo'ladi. Misol uchun endi vaqt asta sekinlik bilan mana bekardan ham shu umr o'tib ketyapti. Misol uchun mana orasiga smarodina ekiladigan bo'lsa, agar smarodinani surishtirdim, o'tgan yili, endi rostmi yolg'onmi, 30 mingdan kilosi sotilgan ekan, 30 ming so'mdan. Xullas, agar o'sha yerda to'ldirib eksa, smarodina beor narsa. Agar shu ekib, misol uchun harakat qilsa, menimcha yomon bo'lmaydi, zo'r bo'ladi. Kerak bo'lsa odamlarni ish bilan ham ta'minlasa bo'ladi. Yana bir anosi, agar mana shu yerda o'ziga bir 200 ta tovuq qilib qo'ysangiz, hech bo'lmaganda 200 ta. O'zimda inkubatsiya bor, hozir 207 tami shunaqa qo'yganman, 250 ta ketadi o'zi inkubatsiyaga. Misol uchun mana shu yerga bir sezonda 1000 ta tovuq qo'yasiz, qo'yib yuborasiz, yeydi, boshqa qiladi. Misol uchun 4 oy boqasiz, 4 oy boqqaningizdan keyin haligi tovuq, bitta tovuqni olib chiqib Samarqanddan so'rayapman, qora tovuqni 150 ming so'm deyapti. Kelishtirib beramiz, ko'proq oladigan bo'lsangiz deyapti. 150 ming so'm emas, 100 mingdan soting. 1000 ta tovuqingizni 100 million bo'ladi. Misol uchun agar xorazni hisoblamasangiz, xorazni 150, 130 sotsangiz ham, misol uchun agar 1000 ta xoraz bo'ladigan bo'lsa, 130 million, xullas 50 millionni anonga chiqarib yuboring. Rasxodga 50 million rasxod ketmaydi hech qachon. 4 oyda sizga 80 million daromad qoladi. 80 million. Bunikini qo'shasiz, yana smarodinani foydasini qo'shasiz. Agar bu yerda mana misol uchun ancha ish qilsa bo'ladi, qilaman degan odam agar harakat qilsa bo'ladi. Endi men hozir noilojligimdan o'zim kela olmayapman. Mana 500 ta ish qilib birov ko'tarib qo'ydi, egalik qilaman degan ekan, bu insofi bor ekan, qaytarib berdi yerda. Yana men 500 topib kelganman hozir. Men ham o'zim qo'lim bir apparatni ichiga kirib ketdim, xullas qolib ketib qoldi bu joy. Qo'lim yaxshi bo'lmay, hozir ham suyagi bitish qiyin bo'lyapti, noiloj harakat qilyapman qo'limdan kelgancha. Harakat qilgingiz keladi, harakat qilay deysiz, bir boy bo'lay deysiz, yaxshi yashay deysiz, bolalarim yaxshi kiyintiray deysiz, harakat qilasiz. Lekin mana shu bilmayman, odamzod nimaga o'zini o'ylaydimi, boshqa qilaman. Mana ahvolni qarangda. Mana qo'y boqqan, mana qo'y boqib, mana pachani chiqarib, mana qilib, mana qarang, tayin qarang. Tayini mana qilib tortgan, tishlab tortgan qo'y mana shunaqa qilib. Mana ahvolni qarang mana. Mana ko'karib qo'ygan buyog'i, mana sindirgan buyog'ini. Bu buyog'i bu ahvol. Mana qarang. Endi bu bunaqa qilib turaversa, endi o'zi yo'q, ko'zi yo'q deb bunaqa qilib turaversa, biz qachon boy bo'lamiz? Biz qachon bir mashina minamiz odamlarga o'xshab? Ahvolni qarang. Bu mayli boylik ham mayli. Prosta ishingizga, mehnatingizga achinasiz, mehnatingizga. Mana qarang ahvolni. Qo'y kelib chaynab pachani chiqarib ketgan. Odamzod. Xullas, bilmayman nima deyish kerak, nima qilish kerak. O'tgan safar tayinlab aytib ketdim. "Voy, uka, biz daraxt ekyapmiz yerda. Bunga qara, ehtiyot bo'ling." Mana shuncha adir shag'da baqsa bo'ladi. Mashaqqat bitadi, mashaqqat bitadi. Nima qilish kerak? Bir mas'ullar bo'lsa, biror bir kommentariyaga yozib ketinglar, nima qilish kerak, nima chora ko'rish kerak ekan. Mana shuncha joy mana turibdi. Endi to'g'ri, mana haligi shamol bo'ladi, musor bor, musor uchib keladi. Bu hech narsa emas, bu qilaman degan odam yeronda narsa bu. Bu musorni yig'ishtirish. Mana shu tepadan allaqay qamish g'arov bor. G'arovda shunday bitta ariq kavlab, uzunasiga ariq kavlab, g'arov ekilsa, shu tepadan bir 2-3 marta har zamon bir sug'orib qo'ysa, g'arovni salqini bilan o'sha nam saqlab, ana shu musorni to'sadi. Mana shuncha joy mana ko'ryapsizlar. Bee'tibor misol uchun yotibdi-da. Endi to'g'ri, hashayni urib olish mumkin kimdir. Mana shu yerga ham agar misol uchun dehqonchilik qilaman desangiz, daraxt ekaman desangiz, juda bir zo'r joylarda beriladi. Faqat odamzod sal mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak. Odamni nima deydi? Mehnati bilan obod bo'ladigan joylarda yaxshi niyatda. Endi mana chekkadan bir tovuqxona qilib, yaxshi niyat bilan bir fikrlab turibman, lekin mana qilib, tavba qildim. Ahvol qarang. Bugun bayram ham tatimadi bor. Bir fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozib o'tasizlar. Aybni o'zimizdan axtarmaymiz-da. Misol uchun, vodiy zo'r bo'lib ketyapti. Vodiy zo'rda, vodiyga qaralashyapti. Vodiyga qaralashgan yo'q, vodiyliklar ishlaydi. Kechasi, kunduzi demay ishlaydi. Havas qilish kerak. Misol uchun, biz Surxondaryoda shu ortda qolib ketyapmiz. Nima qilib, qiyaningizni yedirib turaversa, oyoq siqib turaversa. Mana oddiy misol, mana shu bitta ko'chatni mana o'sha hozir bitta qo'yni boqaman deb, mana meni ishimni yana 1 yil orqaga surdi mana shu. Ana yedirib.
Shuning uchun ham mana shunaqa orqaga surilib yuraveramiz. Shuning uchun ham mana misol uchun oddiy misol bitta endi gap kelganda gapirish kerak. Oddiy misol bo'ri. Bo'ri nima omadli hayvon. Omadli hayvon hali tindag'ini ilib oladi, hali tishini ilib oladi, hali to'g'ri qilib endi har xil gap gapiraveryapman achchig'isi chiqqanda. Ana shu bo'ri ana shu omadli bo'lish uchun bir kechada 7 ta mahallani kezib chiqargan. Til bir qarish bo'lib osilib 7 ta mahallani o'zi o'tganini o'zi biladi bo'rini. O'sha ishlab mehnat qilib 7 ta mahallani kezib chiqarganda keyin ana shu omadlikka aylanganda o'sha bo'ri. Endi biz ham shu ishlasak, bo'richalik ishlaydigan bo'lsak, biz ham omadli bo'lib ketamiz endi misol uchun. Endi bunaqa qilib oyoq osti qilib qilgan mehnatingiz bir tiyin qilib tursa, bo'lmas ekan. Sal saviya miyani sal ishlatish kerak ekan. Xudoyim miyani bekorga bermagan. Endi ba'zilarga endi achchiq ustida gapiraveryapman, endi sizlardan ming bor uzr. Shunaqa gaplarda, xullas hurmatli kuzatuvchilar, kulib qo'ydim deymiz-ku, baribir vijdon azobi yomon ekan. Bizni kuzatishda davom etinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Kommentariyaga yozib ketinglar, bir fikrlaring bo'lsa, sal bo'lsa ham podeshka qilsalaring yaxshi bo'lardi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uzr ming bor sizlardan.